Mirzo Ulug'bek tumani Nikitinada joylashgan yana bitta yangi xonadonni sizlarga ko'rsatmoqchiman. Juda ham chiroyli chiqqan remontlari. Mahallasini ko'ryapsizlar, mana shunaqa chiroyli mahallada joylashgan. Yer maydoni 3 sotuv, binoni umumiy maydoni 360 kvadrat metr. Uyimizning tagida to'liq podvollari bor, ko'rishingiz mumkin. Men turgan joy demak, oldi tomondagi kirib keluverish hovlisi, bitta mashina qo'yish uchun joy qilingan, zilon zonalari bor. Uyimizning orqa tomonidagi hovlisini ham ko'ryapsizlar. U tomonda basseyn, yozgi oshxonalari va saunalari joylashgan o'rtoqlar. Uyimiz mana shunaqa o'rtaga qurilgan. Endi kelinglar, uyga ichini remontlarini ko'rib chiqamiz. O'rtoqlar, hovlidan uyga kirganimizda birinchi bo'lib prixojiyni ko'ryapsizlar. Mebellarni tayyor qilib qo'yishgan. Bu tomonda общий sanuzel. Birinchi qavatda spalnisi o'zining ichida sanuzeli bor va bu tomonda ko'ryapsizlar, hol joylashgan, divanli zona, televizor uchun joy qilingan, mana bu chiroyli искусственный kaminlar o'rnatib qo'yishibdi. Bu tomonda gostiyoy zal va bu yoqda kuxnyani ko'ryapsizlar. Kuxonning mebel va texnikalarini tayyor qilib qo'yishgan. Kuxnyadan orqa tomondagi hovliga chiqiladi. Uyimizning ikkinchi qavatida o'rtoqlar 4 ta xona va 3 ta sanuzel joylashgan. Bu xonadonimizda kimga qiziq bo'lsa, marhamat telefon qilinglar. Hammaga rahmat.